Allah olan qasamki Allah bu Ya'juj Ma'jujlarni hargiz boshqa o'tmaydi. Tosh emas, mana tosh emas. Odam emas, mana tosh emas. Odam. Allah olan qasamki Allah bu zulmga hargiz sukut qilmaydi. İlim mübarisi tugab ketdi, bugunlarma doktorlar. İlim mübarisi tugab ketdi, bugunlarma doktorlar. Bugun bu zolimlarning qilgani tarixda Fir'avnning qilganiga o'xshash darajaga yetdi. Aynı davrda Fir'avn Bani İsraillarga zulm qildi, so'ladi, o'ltirdi. Ularning erlarini, kuchliklarini, hunar bildiganlarini ig'ir emgaklarga soldi. Uningga bo'ldi qilmay kichik bolalarga, buvoqlarga qo'l uzatdi. Ana shu vaqtda Alloh taolo Fir'avn va uning qo'shinini birlikda suvga g'arq qilib halok qildi. Bugun bizning xalqimizga zulm qilayotgan bu Ya'juj Ma'jujlarmi bizning olim ustozlarimizni so'ladi, o'ltirdi, masjidlarimizni chaqdi. Uningga bo'ldi qilmay tarbiyalash nomida erlarning hammasini lagerlarga so'ladi. Uningga bo'ldi qilmay ichki o'lkalarga yo'tkab, zavod korxonalarda ig'ir emgaklarga selib ishlatdi. Fir'avn Bani İsraillarni ishlatgan o'xshash ishlatdi. Uningga bo'ldi qilmay xuddi Fir'avn o'zining taxtini o'raydigan kishining chiqib qilishidan ansirab voqlarni o'ltirishga boshlaganga o'xshash bugun kunimizdagi zolimlar kichik, ma'sum, narosid bolalarga qo'l uzatdi. Ularni cho'nglarga o'xshash och qo'yib o'ltiryapti. Zolimlarning qonxo'r qor qo'li ma'sum kichik, narosid bolalargacha uzardi. Allah buncha zulmga hargiz sukut qilmaydi. Zolimlarning kichik ma'sumlarga qo'l uzatganligi ularning hilokatining bishorati. Chunki tarixda Fir'avn ana shundaq narasidi bolalarni o'ltirishga boshlagan vaqtida uning hilokati boshlangan. Bu zolimlarni Alloh taolo xuddi Fir'avnni butun dunyoga ibrat qilgandek, butun dunyodagi zolimlarga ibrat bo'lgudek darajada halok qildi. Bu zulmlarni silayotganlarning va uningga xizmat, vazifa bahonasi bilan yontayoq bo'layotganlarning ahvoli ana shu Fir'avn va uning qo'shinining ahvoliga o'xshash yoki uningdan battar bo'ladi. Chunki o'z xalqiga buncha zulm bo'layotsa, vazifa, yuqoridan kelgan buyruq degan bahonalar bilan o'z xalqiga, o'z millatiga, zolimlarga yontayoq bo'lib ularga zulm qilish, vijdonsizlik, imonsizlik, insonsizlik. Bu tarixga yozildi. Asli bu necha zolimlarga yontayoq bo'layotganlarning o'zining gunohini yuyishning eng yaxshi fursati. Chunki zolimga yontayoq bo'lganlar odatda kishilar ko'rmagan zulmlarga shohid, umum xalqning xabari bo'lmagan zulmlardan va hukumatning yomon niyatidan xabari. Unda bo'lgan ekan bu zulmni oshkorlab, kishilarga hukumatning yomon niyatini bildirib, umum xalqning bu zulmga qarshi turishiga sabab bo'la olsa, bu kishilar tarixga qahramon deb yoziladi. Agar u yo'lda o'lib ketsa, shahid bo'ladi. Demak, başımız kelayotgan bu qiyinchiliklar munofiqning munofiqligini oshkorlaydigan, bir Uyg'urning Uyg'urligini isbotlaydigan, bir musulmonning musulmonligini isbotlaydigan bir fursat, bir imtihon. Bu qiyinchilikda zolimlarga yana yontayoq bo'lganlar, yana shularning safida turganlar asla va asla Uyg'ur emas, asla va asla musulmon emas. O'zini Uyg'ur, o'zini musulmon deb turib zolimga yontayoq bo'layotganlar shuni esidan chiqarmasinki, ularning oqibati Kusayning oqibatiga o'xshaydi. Zolimlar yig'ida go'shni qo'rgandek, ularni o'zining xalqini zulm qilishga ishlatib bo'lgandan keyin ularni texmi dahshatli yo'ldan yo'qotib o'tadi. Chunki tarix buningga shohid. Çoğunlarımız meyli to'g'ri olsun va yoki xato bo'lsin, beshiga bir ofat va yoki musibat kelsa, uningdan ma'no izlaydi. Masalan, yer tarvisa zaminda gunoh eshib ketib, zamindan ochiq gap qoldi deganga o'xshash gaplarni qiladi. Amaliyotda beshimiz kelgan bir qiyinchilikdan, zulmdan va yoki ofatdan ma'no izlash bir musulmonning sifati. Chunki musibat olsun va yoki ofat olsun, musulmonga kelgan har bir qiyinchilik Allohning bir uchuri, Allohning bir signali. Beshimizga bir qiyinchilik kelgan vaqtida yoki bugungi o'xshash qattiq ig'richiliklar kelgan vaqtida biz nima ishlarni ketkizib qo'ydik, nima ishlarni xato qildik. Bu qiyinchiliklar orqali Alloh bizga nima demoqchi? Qilishga tegishli ishlarni nimani qilmadik? Bu haqda o'ylash bizning chiqish yo'limizga sabab bo'lishi mumkin. Milodiya 1258-yili Mo'ng'ullar tarafidan Bag'dodda nihoyat ig'ir qirg'inchilik yuz berdi. 40 kun ichida o'lgan musulmonlarning soni 1.800.000 ga yetdi. Saqagan musulmonlar nima ish qilarini bilolmay qoldi. Bulakoning qizi Bag'dod ko'chalarini aralab ketib o'tib, bir odamning atrofiga bir qancha kishilarning o'lishib olganligini ko'rdi va askarlardan u kim deb so'raydi. Askarlar berib surishtirgandan keyin u kishining bir olim kishi ekanligini aytdi. Bulakoning qizi bu odamni darhol tutib kelinglar deydi. Askarlar u olim kishini tutib Bulakoning qizining oldiga elib keldi. Bulakoning qizi u olim kishidan "Sen musulmon shundaqmi?" deb so'raydi. U kishi "Ha, men musulmon" deb javob berdi. Bulakoning qizi "Sizlar musulmonlar Alloh bizga yordam beradi deb o'ylaysizlar, shundaqmi?" deb so'raydi. Olim kishi "Ha" deydi. Bulakoning qizi "Undaqda bu qatim Alloh sizlarga emas, bizga yordam berdi. Shuning uchun biz sizlarning usullardan g'alaba qildik. Undaqda Alloh sizlarni emas, bizni yaxshi ko'radi ekan. Shundaq emasmi?" deb so'raydi. Heliq olim kishi "Undaq emas" deydi. Bulakoning qizi "Undaq bo'lsa bu ishni qanday tushundirsa?" deydi. Heliq olim kishi "Siz padichini ko'rganmi?" deb so'raydi. Bulakoning qizi "Ha, ko'rgan" deydi. "Padichining qishida iti bo'lamdi?" deb so'raydi. Bulakoning qizi "Ha, iti bo'ladi" deydi. Olim kishi "Padichi itini qanday vaqtda ishlatadi?" deydi. Bulakoning qizi "Tirikkan holda albatta qo'ylari chegaradan atlab ketgan vaqtida uni qaytirib akelish uchun avatidi" deydi. Heliq olim kishi "Dal sizlar Allohning itlariga o'xshaysizlar. Biz Allohning chegarasidan, qizil siziqdan o'tib ketgan vaqtida Alloh taolo sizlarni bizning beshimizga avatidi. Biz qachon Allohning chegarasining ichiga qaytsak, ya'ni Allohning to'g'ri dini ichiga qaytsak, sizlar yo'qolisizlar" deb javob berdi.
Bu alim kishi o'zining va xalqining boshiga kelgan bu zulmlarning sababi haqida o'ylangan va uning sababini Allohning buyrug'i va ko'rsatmalariga bo'ysunmay, aysh ishrat va bayasha turmushining keyindan qo'g'lashib, dushman qarta tayyorlik qilmoqligi tufayli Alloh bu zolimlarni bizga musallat qildi deb tushungan. Endi o'zimiz hammamizning ahvoliga bir qarab boqadigan bo'lsak, butun viloyatlarda Allohning dini depsanda qilindi. Alim ustozlar, yozuvchi ziyolilar so'landi, ba'zisi o'ldirildi. Yana bir tarafdan o'yin tomosha ishga echib etildi. Ko'ch-ko'chalar, qavoxonlar, dibalar echildi. O'ylab boqaylik. Bir tarafdan alim ustozlar turmuş solinib, o'ldirilib, Qur'onlari ko'ydirilib, masjidlari chiqilib, yana bir tarafdan o'yin tomosha ishga echib etilsa, biz qanday qildik? Öldürülgen alimlerimizin, çekilgan meslerimizin surukunu qilish emas, echib etilgan o'yin tomoshalarga dum tushdik. Yeb ichish, uy bezash birinchi ishimizga aylandi. Meslerimiz nima uchun çekildi? Alim ustozlarimiz, yozuvchilarimiz nima uchun sulandi? Bu haqda o'ylanmadik. Bu haqda bir harakat qilishga tirishmadik. Hatto ish shu yerga berib yetdiki, sen musulmonmi, diniga ishonamsa, namoz o'qimsa desa, o'zimizning jinni saqlash uchun bir ish bo'lib qolamanmiki deb diniga ishonmayman. Namoz o'qimayman degan bu kufr so'zlama qildi. Zalim hükümet bu sözümüzni bahane qilib, bu mahallenin köp sallıqı namaz o'qimaydi ekan, dinga ishonmaydi ekan, şoň ularning masjid ehtiyoji yo'q deb masjidga chiqishga bahane qildi. Hem de o'ylab boqaylik. Allohning oldiga borgan vaqtimizda Allah buning hisobini bizdan so'rasa, biz nima deb javob beramiz? O'zimiz namoz o'qimayman dedik, dinga ishonmayman dedik. Ondan keyin masjid chiqibsa, biz bundan Allohning oldiga hisob bermasmizmi? O'zimizni musulmon, o'lgandan keyin jannat va do'zaxning borligiga ishonadigan bir mu'min deb turib, o'limdan qo'rqsak, o'zimizning jinni saqlash uchun kufr so'zlarini qilsak, buningga Allohning g'azabi kelmasmi? Xonim qizlarimizning yog'ligi cheklansa, beshidan yog'liqlari elinsa, iymonli xonim qizlarimiz buning qarta mujodala, harakat qilishdi yo'q. Xuddi fursat bo'lganda hech kim zo'rlamasimi, har xil qiliqlar bilan buni ijtimoiy aloqa vositalarida, to'rlarda taqatsa, buning Allohning g'azabi kelmasmi? Allohning hammadan xabari bor. Kimning hijobidan ayrilganligi uchun ichidan qon yig'layotganligi va imkonining yetishicha tirishchanlik ko'rsatayotganligini, kimning buni fursat deb bilayotganligini obdan biladi. Atrofimizda tap tortadigan yurt cho'nglari, olim ustozlarimiz yo'q. Jamiyatda biror xatolik va illat tarqisa, uni qamchilab turadigan ziyoli yozuvchilarimiz yo'q. Bunday holatda sizlar cho'ng bir imtihon ichida. Zolimlarning yurt cho'nglarini, olim ustozlarni turmuga so'lib etib, yoshlar qarta o'yin tomoshani echib berganligi hargizmi sizlar kuygan emas, balki sizlarni kayf safhada tugashtirib, sizlarni xohlagancha o'ltirmoqchi bo'lsa, sizlar uning qarshilik ko'rsatmaydigan irodasiz bir kishilarga aylantirmoqchi. Esimizda bo'lish kerakki, Allohning yordamiga erishishning sharti dinimizda ching turish, dinimiz uchun mujodala qilish, Allohning diniga yordam berish. Allohning o'ylari chaqilsa, payg'ambarlarning varislari bo'lgan ulamolar, ustozlar sulansa, o'ltirilsa, uningga sukut qilib, uning qarshisida o'yin tomoshaga tushsak, hayotlikqa berilsak, Allohning itlari bo'lgan bu zolimlar beshimizdan ketmaydi. Taki Allah'ın to'g'ridan qaytmoqcha, Allah'ın diniga yordam bermoqcha, imonimiz, e'tiqodimiz chiqilgan masjidlarimiz, begunoh o'ltirilgan buvoqlar, begunoh o'ltirilgan kishilar tufayli mujodalaga, harakatga o'tmoqcha bu itlar beshimizdan ketmaydi. Shuning uchun bütün qarindoshlar, bo'libmi yoshlar uyg'oning. O'yin tomoshalardan o'zinglarni yig'inglar. Tarixda bir millatning taqdirini ko'p sonliq yoshlar o'zgartgan. İlgari qanday gunoh qilgan bo'lmanglar, endi gunohinglarni yuydigan payt keldi. Bütün gunoh va xatoliklarni yuydigan eng ulug' ibodat bo'lsa, zulm qarshi mujodala qilish va shu yo'lda shahid bo'lish. Xalqimiz ichida zulm shunchakidan oshgan bo'lsa-mu, bo'layotgan zulmlar qarta ichi qon yig'layotgan, qo'lidan kelishicha iymonini saqlash uchun tirishayotgan va harakat qilayotgan qarindoshlarning barligiga ishonaman. Sizlar Fir'avnning qasrdagi iymonni yushirib saqlab turgan mashitaga o'xshaysizlar. Sizlarning iymoninglarni saqlash uchun qilgan tirishchanliginglar, imkoninglarning yetishicha, qo'linglardan kelishicha ibodatinglarni damlashtirish uchun kuch chiqarganliginglar, zulm qarshi bosh qaturganliginglar sizlarning Alloh yo'lidagi bir mujohid ekanliginglarni ko'rsatadi. Bu yo'lni davom qilinglar. İmaninglarni mustahkam turish uchun kuchinglarning yetishicha, imkoninglarning yetishicha tirishchanlik ko'rsatinglar. Allohdan qo'rqinglar, gunoh ma'siyatga hargiz yaqinlashmanglar. Allohdan qo'rqsanglar, bu yo'lda bosh qatursanglar, shunlarning yetishicha tirishdan to'xtamasanglar, Alloh sizlarga chuqur chiqish yo'li beradi. Yaqinga tariximiz qarab boqadigan bo'lsak-mu, zolimlar xalqimizni nurg'un qatim qilgan, nurg'un qatim dindan yiroqlashtirgan. Lekin qisman nihoyat osonlik kishilar bo'lsa-mu, iymonni saqlab qolgan. Alloh taolo ana shu kishilar orqali xalqimiz ichida, ya'ni diniy uyg'onishni paydo qilgan, musulmonlarni qaytadan jonga, qaytadan ruhga kirgizgan. İnşallah sizlar orqali, ya'ni mushu topdimi o'zining iymoni uchun dard to'kkan, o'zining iymonini saqlash uchun tirishchilik ko'rsatgan kishilar uchun inshaalloh Uyg'ur xalqi qaytadan uyg'onadi, qaytadan o'zining iymonini, o'zining ruhini topadi. Tarix tekrardan iborat. Hergiz ümidsizlanmang. Bulayotgan zulmlardan Alloh bexabarmidi? Alloh ko'rmamdigandi deb o'ylamanglar. Alloh har vaqt ko'rib turibdi. Har vaqt xabardor. Law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Agar Alloh ularning zulm qilganligi tufayli keyinda azoblaydigan bo'lsa-di, albatta ularni azoblab qo'ygan bo'ladi, ularni halok qilib qo'ygan bo'ladi. Ballahum maw'ida. Balki Alloh taolo ularni halok qilganga, ularni jazolaydiganga bir vaqt bekitdi. Demak, Alloh taolo zolimlarni jazolaydigan, halok qiladigan vaqtni Alloh bilan bekitib bo'lgan. Bu faqat vaqt meselesi. Allah'ın azabı
azobi kelgan vaqtida ular hech qanday chiqish yo'li topolmaydi. O'zi ishongan askarlari, tanklarining hech qaysi kuchi kelmaydi. Ballahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila. Bizning ularni halok qilgan bir vaqtimiz bor. U vaqt kelgan vaqtida ular hech qanday chiqish yo'l, hech qanday yordamchi, hech qanday ittifoqlash topolmaydi. Demak, zolimlarning halok bo'lishi muqarrar. Bu faqat vaqt masalasi. Muhimi bu imtihondan bizning qanday qilib sog'-salomat o'tib olishimiz. O'lgandan keyin Allohning oldida hisob berishimiz. Bu zulm qarta, zulm qilguvchilar, zolimga yantiyoq bo'lganlar va mazlumlar hammasi imtihon ishlar. Hatto bu zulm qarta ovoz chiqarmagan davlatlar va o'zini musulmon deyotgan xalqlar hammasi Allohning oldida so'roqqa tortiladi. Navbatda bizga bo'layotgan bu zulm butun davlatlarning, butun insoniyatning oldiga qo'yilgan imtihon qayg'usi. Agar dunyo bu imtihondan shu zolimdan keladigan manfaat tufayli o'tanmasa, Alloh taolo butun dunyoni jazolashi. Ammo shunga 100% xotirjam bo'laylikki, bu zolimlar shundoq bir halok qilinadiki, tarix betiga yoziladi. Hazrati Ali degandek, bizning ulardan intiqom oladigan kunimiz bizga zulm qilgan kundan dahshatli bo'ladi. Muhimi bizning bu imtihonda nima ishni qilganligimiz, o'zimizning vazifasini ijro qilganligimiz. Shuning uchun har birimiz o'zimizning imtihon qayg'usiga qaraylik. Nimalarni yozdik, nada xato ketdik, Allohning oldiga borganda qanday hisob beramiz? Navbatda hammamizning o'ylashga tegishli va qilishga tegishli ish bu.